Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan milliy sertifikat imtihonlari yakunlangandan so'ng apellyatsiya berish tartibini ketma-ket tushuntirib o'taman. Dastlab mygov.uz sayti orqali kirib, o'zimizning shaxsiy kabinetimizga kirib olishimiz kerak. Xo'p, bu o'zimning o'quvchim va o'sha o'quvchim shaxsiy kabinet orqali sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, kirganimizdan so'ng dastlab bizda login bilan parol so'raydi. Hozir bu yerga kirganimiz sababli to'g'ri kirib ketdim. Sizlardan login va parolingizni so'raydi. O'sha mygov.uz saytidan ro'yxatdan o'tayotganingizda login bilan parolingizni yodingizda saqlagan bo'lishingiz kerak. O'sha orqali kirganingizdan so'ng siz saytga kirganingizdan so'ng mana shunday oyna chiqadi. Xo'p, oyna chiqqandan so'ng pastroqda mana bu ko'rinishda, ya'ni ta'lim degan o'ng taraf ta'lim degan joy bor. O'sha yerda barchasi degan strelka bilan ko'rsatilgan joy bor. O'shani bosib olamiz. Xo'p, bosganimizdan so'ng mana pastroqqa tushamiz. Telefoningizga kirsangiz, telefoningizda ham xuddi shunday oyna chiqadi. Pastroqqa tushib olamiz. Pastroqda mana e'tibor bering. Mana shu joyni bosdik, mana ko'rgan bo'lsangiz, umumiy fanlar, umumta'lim fanlarini imtihonlarini yuzasidan apellyatsiya degan joyni bosdik. Mana barcha fanlarning tegishli umumta'lim va maxsus fanlardan imtihon natijalari yuzasidan apellyatsiya berish ketma-ketligini mana shu joyda tushuntiraman. Qarang. Mana shu joyga kirganimizdan so'ng mana xizmatdan foydalanish degan yashil demak nuqtamiz bor. O'shani bosib olamiz. Va mana bu joyga kirdik. Endi mana shu joyga kirganimizdan so'ng pastda ariza raqami degan joy chiqdi. Ariza raqamiga nimani kiritamiz? Biz qaysi fandan sertifikat topshirgan bo'lsak, o'shaning ariza raqami bor. Chiqqan bo'ladi. Mana uni qayerdan ko'ramiz? Mana pastda arizalarim degan joydan kirib olamiz. Arizalarim degan joydan kirganimizdan so'ng mana misol uchun mana shu fandan apellyatsiya bermoqchimiz. Xo'p, mana ariza raqami degan joy bor. 26 52 84 446 degan. Mana shuni nusxalab olamiz. Xo'p, endi boyagi joyga qaytamiz. Mana qaytganimizdan so'ng mana shu nusxalagan ariza raqamimizni bu yerga qo'yib olamiz. Va qo'yganimizdan so'ng mana bu keyingisi degan joyni bosamiz. Keyingi degan demak strelka bilan kirib olganimizdan so'ng mana bizda jishirimiz turibdi. Tanlangan hududingiz, ya'ni hududingizni tanlaysiz. Misol uchun qaysi viloyatdan ekanligingizni. Keyin qaysi tumandan, ikkinchisida tuman so'rayapti. Uchinchisi yashash manzilingiz o'zi kiritilgan bo'ladi hammada. Keyin telefon raqamingizni kiritasiz, email, ya'ni elektron pochta manzilingiz. Va pastda mana o'sha test aytilgan, mana test sinovini sinov sanasi ekan, mana test sinov sanasi. Va pastda esa qaysi fandan topshiriq, ya'ni test topshirish fani, misol uchun biologiya yoki tarix yoki fizika, qaysi fan bo'lsa o'shani kiritasiz. Va pastda esa test topshirish darajasi degan joy chiqadi. Bu yerga nimani kiritasiz? Misol uchun hozir sizda B+ daraja chiqdi. Ya'ni A 100% ga ozgina yetmayapti. Siz o'shaning uchun apellyatsiya beryapsiz. Xo'p, sizning darajangiz hozir B+mi? O'sha B+ darajangizni kiritasiz. Bu yerga, ya'ni B+. Misol uchun mana plus qarang. Mana plus chiqmayapti. Mana plus. Mana shunday darajada kiritasiz. Keyingisi esa apellyatsiya qisqacha mazmuni deyiladi. Misol uchun siz biologiyadan bo'lsa 41, 42, 43 yozmishlarning hammasini ishlagansiz. Lekin yozmishdan sizga ozroq kamroq ball bergan. Ishonchingiz komil, ular xato tekshirgan deb ishonchingiz komil. O'shanda aytasiz, yozmishlarimda, ya'ni yozmish qismini qaytadan ko'rib chiqishingizni so'rayman deb qisqacha mazmun yozasiz yoki misol uchun qaysini, masalan 41 yozmishni qaytadan ko'rib chiqishingizni so'raymiz deb mana shu joyga qisqacha mazmunni yozib qo'yasiz. Ya'ni qayerda xatoga yo'l qo'yganini misol uchun sezasiz-ku, o'shani
qisqacha mazmunni shu yerga yozasiz va yuborish degan tugmani bosasiz. Yuborish degan tugmani bosganingizdan so'ng sizning arizangiz yuboriladi. Keyin arizangiz yuborilgandan so'ng mana bu joyga o'tamiz. Ya'ni LexUs sayti orqali, ya'ni Googledan kirsangiz LexUs sayti orqali mana shunday apellyatsiyani ko'rib chiqish tartibi haqida qonunda belgilangan qaror bor. O'sha qarorni o'qib beraman. Mana shu joyda mana e'tibor bering. Xo'p, 2024-yil mana bu joyda qaror keltirilgan. 2000, ya'ni 23-bandning birinchi xat boshisi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 10-yanvardagi 17-sonli qarori tahrirlarida qonunchilik mazmunining milliy bazasi, ya'ni 2024-yil deyapti, shu sondagi qaror. Unga ko'ra deyapti, apellyatsiya komissiyasi tarkibiga imtihon komissiyasi a'zolari kiritilmaydi. Xo'p, va mana bu joyda ya'ni necha kun ichida ko'rib chiqishi yozilgan. Apellyatsiya 2 hafta mobaynida ko'rib chiqiladi. Talabgor apellyatsiya komissiyasi qarori to'g'risida yozma yoki elektron shaklda xabar oladi degan demak qarori bor. Mana shu demak siz ariza yuborasiz va 2 hafta ichida demak sizga o'sha natijangiz to'g'ri bo'lsa, sizning natijangiz ko'tarib beradi. Agarda ular to'g'ri tekshirgan bo'lsa, sizning natijangiz o'shanday qoladi. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.